Assalomu alaykum amaki. Bu yerga qanday shikoyat bilan kelgansiz? Alaykum assalom. Qizlarim o'sha har bir insonda bemorlik bo'lar ekan. Bu yerga kelganimizda bizda yurak muammosi bo'lgan, nafas olish og'irlik bo'lib, o'sha tufayli kelib, bayda bir hal etgandek qilingan muolajalarni nimasini ko'rdik. Davolanganingizdan keyin o'zgarishlar bo'ldimi? Endi to'g'risini aytsak, yoshimizga qarab turib, bu odam mo'ysab ekan deydi, lekin o'sha agar ichki holatimizni qarasangiz, bir 30 yoshlarga yashatirib qo'ydi. Klinikamiz hamda shifokorlari haqida fikringiz? Klinika bir yaxshi joyda joylashgan. Nimaga desa, inson bemor bo'lgandan keyin birinchi o'rinda tinchlik qiladi. Birinchi o'rindagi tinchlik. Mana hozir yo'ldan necha bo'lmasa 70-80 metr bu yoqda joylashgan, shovqin yo'q, boshqa yo'q. Bu tomonlarni olib qarasangiz bog'. Ikkinchidan bularda qilinadigan muolajalari ham hammasi aytganda bir manfaatlik. Endi shifokorlarga kelsak, shifokorlar albatta hammasi oliy darajadagilar. Har bitta narsa qilib turgan narsalarni o'ylab, kerak bo'lsa izlanib, mana endi kecha kuni ham yonimizda bir bemor yotdi. Respublikaning ko'p joylarida davom oldim, lekin shifosi bo'lmadi, shuga keldim. Men aytmasamda, o'zi shu bola meni dardini topib, 11 kun davolab, yig'lab, xursand bo'lib chiqib ketdi.